Do'stlar, ushbu suratdagi kim? Eng birinchi to'g'ri javobni kommentda yozgan 3 obunachimizni keyingi videoni boshida ko'rsatamiz. Ko'pchiligi jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelgan 456 kishi sirli omon qolish turnirida ishtirok etish taklifini qabul qiladi. Bitta o'yinchi musobaqadan chetlashtirilgandan so'ng mukofot 100 million wonga oshiriladi. Turnir g'olibi 45 milliard won, ya'ni 38 million AQSh dollarini oladi. Biroq o'yinning darajasi juda yuqori edi. Bugungi sharhimizda Kalmar o'yini serialining sharhini qilamiz. Son Ki-hun hayotda omadsiz va qimorboz sifatida pul qarz beruvchilardan katta qarz bo'lib qoladi. Kunlarning birida metro bekatida yaxshi kiyingan bir kishi uni tiltakchi o'yinida o'ynashga taklif qilib, agar g'alaba qozonsa 100 ming won berishini, mabodo yutqazsa, odamining yuziga shunchaki shapaloq urishini aytadi. O'yin tugagandan so'ng erkak Ki-hunga tashrif qog'ozini beradi va uni yuqori stavkali o'yin o'ynashga taklif qiladi. Ki-hun rozi bo'ladi. Tunda uchrashishga kelishgan joyda mashinaga chiqib, hushsiz holda u yotoqxonada yashil kiyimlar kiygan, har xil raqamlari bilan uyg'ongan 455 boshqa o'yinchilar bilan birga sirli joyga olib kelingandi. Niqobli xodimlar musobaqalarni o'tkazish uchun mas'uldirlar va yuzini qora niqob ortiga yashirgan rahbar butun jarayon uchun javobgardir. Barcha o'yinchilar og'ir moliyaviy ahvolda, ammo 6 kun ichida 6 ta o'yinda g'alaba qozonishsa, ular milliardlab won mukofot puliga ega bo'lishlari aytiladi. Ki-hun saraton kasalligiga chalingan 01 raqamli o'yinchi bilan do'stlashadi va 218-o'yinchi, sobiq sinfdoshi va biznesmen Cho Sang-woo va poygadan topgan pullarni o'g'irlagan 067-o'yinchini tanlab oladi. Birinchi o'yin qizil chiroq, yashil chiroq bo'lib, unda yutqazganlar maydon bo'ylab poyga paytida otib tashlanadi. Qo'g'irchoq qaraganida harakatni sezishi bu o'limga tengdigani edi. Ki-hun Sang-wooning muvaffaqiyatidan ilhomlanib, o'yinni yakunlab, marraga yo'l oladi va oxirgi daqiqada uni 199-raqamli o'yinchi yiqilishdan saqlaydi. Ularning uchalasi ham o'yinni tugatishga muvaffaq bo'lishadi.